Senga aytolmagan gaplarimni doim ichimda saqlab yurdim. O'zgalarga aytishga esa uyaldim yoki tushuna olmaganlari uchun so'zlamadim. Qayerda bo'lsam ham faqat yoza olish orqaligina o'zimni yaxshi his qila boshladim. O'zgalar bilan bo'ladigan suhbatni kamaytirdim yoki butunlayga to'xtatishga harakat qildim. Bu men va shaxsiy hayotim uchun foydali ekanini anglab yetdim. Seni tushuna olmaydiganlar orasida yashash bu xuddi tikonlarning orasida o'sgan gulga yoki dengiz yirtqichlaridan berkinib yashaydigan kichkinagina baliqlarga o'xshaydi. Doim yolg'izlikka intilishga urindim, lekin buni uddasidan chiqa olmadim. Qayerga bormay o'sha odamlar, nima qilmay o'sha dardlar. Seni xotiralaganimda xuddi qalbimda bir chechak unib chiqqandek bo'ladi. Hamon o'sha chechak kabisan. Men uchun o'zgarmagansan va bundan bu yog'iga ham shunday bo'lishingni istardim. O'zgalar uchun o'zingni o'zgartirsang ham men uchun o'sha inson bo'l. To'g'risini aytsam, qanchalab yuzlarni ko'rdim. O'zgarmaydi, aldamaydi deb o'ylagandim, lekin afsuski ularning ikkinchi yuzini ham ko'rdim.